Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz hech kimni yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. O'zbek tilidagi animatsiya va dublyaj muallifi hech kimni yoki hech narsani targ'ib qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Men Minecraftga 10 mingta zombini paydo qildim va bugungi videoda ular 100 yillik urushga taqlid qilishadi. Buning sababi esa men Minecraftga kodni qo'shdim. Ushbu kod zombilarni bir-biriga jang qilishga majbur qiladi. Va albatta sizlarda bitta savol tug'ilishi mumkin. Nega aynan o'ng tarafdagi zombilar oddiy zombi, chap tarafdagilar esa Among Us? Buning sababi esa sizlar zombilarni ajrata olishingiz uchun qilingan. Demak, o'yin boshlandi. Yo, qizil zombilar shu zahoti yer tagiga kirib ketishdi. Xo'p, sizlar nima qilmoqchisiz? Oddiy zombilar. Yo, nimalar bo'lyapti? Qizil zombilar hujumni boshlab yuborishdi. Bu yerlarda nimalar bo'lyapti? Yo! Xo'p, mayli, sizlarda 3 tasi o'ldirildi va 9 tasi garovga olindi. Bu vaziyatdan qanday chiqib ketishni bilasizlarmi? Ha, mayli, o'zingiz bilasiz. Yashil jamoa creeperlarga hujum qilyapti va kutilgan hodisa bo'ldi. Xo'sh, endi nima qilmoqchisizlar? Hoy, loydan uy qurishni maslahat bermas edim. Hoy, do'stim, nega loydan uy quryapsan? Nima, noobsan? Tushunarli. Hoy, do'stlar, menimcha sizlarni do'stlaringiz qutqarmoqchi emas. Endi shart ham emas ekan. Yo, do'stim, nega zombini go'shtni yeyapsan? Axir o'zing ham zombisan-ku. Hoy, nega bunchalar almazlar ko'p? Nima, qayerdan olyapsiz? Nima, butun bir shaxta qurdingizmi? Yo'q, men buni tekshirishim kerak. Bu yerda bu nimasi bo'ldi? Hoy, nimaga bunchalik aqllisiz? Axir sizlar faqatgina anavi zombilardan faqat qizilligingiz bilan ajralib turasiz. Yo, obuna bo'ling. Ha, to'g'ri, obuna bo'lishni unutmanglar. Bu vaqtda esa men portlash ovozini eshitdim. Nimalar bo'lyapti? Do'stlar, nima qilyapsizlar? Creeperlarni ov qilyapsizmi? Yo, do'stlar. Axir o'zingizni ham o'ldiryapsiz. Va nihoyat poroxni qo'lga kiritdilar. Porox bilan nima qilmoqchisiz? Dinamit yasamoqchimisiz? Yo, bu vaqtda esa qizil zombilar yashil zombilarga hujum qilishni boshlab yuborishdi. Tezroq tayyorgarlik ko'rish kerak edi. Yo, aniq yashil zombilar yutqazdi. Hoy, nima qilmoqchisiz? Yo, ularni yoqib tashlash biroz vahshiylik bo'ldi. Yana asirlar? Sizlarga yana qancha asirlar kerak? Birodar, qoch! Do'stlar, sizlarda faqat porox, uni ehtiyot qilinglar. Bo'ldi, gapimni unutinglar, qochinglar. Istasang bu falakdan oyni olib beraman. Bo'ldi do'stlar, chiqishinglar mumkin. Ular ketib bo'ldi. Yo, endi nima qilmoqchisizlar, do'stlar? Hoy, qayoqqa ketyapsizlar? Yo'q, men ham birga boraman. Yo, qayerga ketayotganingizni balki aytarsizlar. Kemalar. Stop, kema yasashga qachon ulgurdinglar? Mayli. Xo'sh, mana boshqa orolga ham yetib keldik. Nima qilmoqchisizlar endi, do'stlar? Qum, dinamit yasamoqchimisizlar? Mayli, ungacha men qizil zombilardan xabar olaman. Yo, do'stlar, sizlarni nima qilishyapti? Qayoqqa? Gaz? Xo'sh, bu hodisa nimanidir menga eslatyapti. Bu vaqtda esa yashil zombilar o'ziga barcha kerakli resurslarni yig'ib, qizil zombilarni bazasiga hujum qilishni boshlashdi. Ular namas dinamitmi? Dinamitni joylab qo'yib, o'zlari quyonni rasmini chizib olishyapti. Hoy, do'stlar, menda yaxshi yangilik bor. Tez orada sizni qutqarishadi. Men buni nazarda tutmagan edim. Mayli. Yashil zombilar bunchalik kuchayib ketadi deb o'ylamagandim. Stop. Ularda hatto qurol ham bormi? Qachon yasashga ulgurdinglar? Endi esa qizil zombilar qochyapti. Rostdan ham ish beradi deb o'ylaysizlarmi? Mayli. Ish berarmikan? Hoy, rostdan ham ish berdi.
Ha, video boshida sizlar yutkazayotgandinglar, kim bilibdi deysiz yutishingizni. Bir tarafdan xursandman, shuncha qo'rgan qurol aslahalaringizni ishlatish kerak bo'lmadi. Hoy, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Yo, axir bu hindistonlik jitelku. To'g'risini aytsam, sen o'lib ketgan deb o'yladim. Shoshma va o'zing bilan armiya boshlab keldingmi? Do'stlar, agar ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, ushbu videoga 300 ta like yig'ib berishlarini so'rab qolaman va meni qo'llab-quvvatlayotgan kanalimga obuna bo'layotganlar uchun ham alohida rahmat.